Ko'pchilik mendan so'raydi: "Aka, Xitoyda shuncha yildan beri nima ish qilasiz? Oshpazmisiz, kirakashmisiz, yo bo'lmasam zooparkda ishlaysizmi?" deb so'rashadi. O'zi o'zbekka nima ish bor Xitoyda deb ko'pchilik so'rashadi. Men esa o'qituvchiman deb aytaman. Xitoyliklarni 7 yoshidan 70 yoshiga doğru dars berganman, ishona oling. Birinchi marta Xitoyga 2014-yili kelganmiz. Oilam bilan ko'chib kelganmiz. Shundan beri pandemiyaga davr 6 yil yashadik. Keyin pandemiyadan keyin O'zbekistonga qaytdik. Yana u yerda 4 yil yashab, 2024-yili yana Xitoyga qaytib keldik, rizqimiz ekan. Xitoyda o'qituvchilarning hurmati juda ham baland. Agarda siz chet ellik musofir o'qituvchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizni 2 marotaba hurmat qilishadi. O'qishga, ishga kelmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, singillarimizga Xitoyni tavsiya qilaman. Keladigan joy, yashab ko'radigan joy. Lekin baribir ham O'zbekistonimga hech qaysi davlatda almashtirmayman. Meni ona vatanimga yetadigani yo'q.